Xohlaylar, o'zingizlar kirib ko'rishinglar mumkin. YouTube'da ham buni videosi bor. Bo'lgan voqea. Bir inson hajga niyat qilib yo'lga chiqib Madinaga boradi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilar ekan, yig'lab bu muhabbat. Yig'lab ravzada uxlab qoladi. Shu orada Rasulullohni tushda ko'radi. Men bu holatni aytib berishdan oldin Rasulullohning ushbu hadislarini aytib qo'yay. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim meni tushda ko'rgan bo'lsa haqiqatda kiribdi. Chunki men hech bir narsa meni suratimga kira olmaydi deganlar. Modomiki o'zi to'qib aytayotgan bo'lmasa bir inson tushda ko'rgan bo'lsa haqiqatda Rasulullohni ko'rgan bo'ladi. Haligi inson muhabbat ila Rasulullohni tushda ko'rdilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga o'tirganda savol berdilar. Ya Rasululloh, qaysi salovatni aytsam siz xursand bo'lasiz? Qaysi jumlani ishlatsam siz xursand bo'lasiz? Menga o'rgating shu salovatni, hayotligimda shu salovatni sizga aytay. Shunda Rasululloh aytdilarki, Shomga bor dedilar. Shamsu Shamni top. Shamsu Sham degani Shomning quyoshi. Rasululloh tushda bir ummatini ismini, maqomini aytayaptilar. Shamsu Sham, Badruddin al-Hasani ismlarigacha aytdilar. Borasan, topasan va shundan so'raysan. Mendan unga salom ayt. U aytgan salovatni o'rganib ol. O'sha salovatni men yaxshi ko'raman dedi. Tursalar tush, haj qilib bo'lganlardan keyin darrov qasd qilib haligi Shomga bordi. Shom bugun bizni zamonamizda Suriya davlati. Shamsu Sham Badruddin al-Hasani. İzlab topdilar. Shogirdlari aytib beryaptilar. Hozir shogirdlari adashmasam 90 dan oshgan. O'sha suhbatda o'tirib, o'sha kelgan hoji shuni aytib berganda guvoh bo'lgan inson hozir hayot. Shu inson o'zi aytib beryapti. Keldida, kim Badruddin al-Hasani dedi. Ustozimiz bizga masjidda dars berayotgandilar. Menman. O'tirib yig'ladi. Chunki u insonni topgani u uchun sharaf, baxt. Chunki u insondan endi Rasulullohning aytganini so'rash kerak. Tushini sekin aytib berdi. Men tush ko'rdim, tushunda Rasulullohni bu shaklda ko'rdim. Rasulullohdan salovat so'rasam, Shomga bor dedi. Shamsu Shamni, Badruddin al-Hasanini top va undan so'ra qanday salovat aytadi, o'sha jumla bilan aytsang men xursand bo'laman dedi. Ishonasizmi yo'qmi, bir necha daqiqa ustozimiz yig'ladilar dedi. Yani tasavvur qiling, sizni bir inson tushida Rasululloh bilan ko'rishsalarda siz to'g'ringizda aytsalar. Bundan ortiq baxt yo'q-ku odamga. Musulmonga, boshqaga emas. Musulmonga Rasulullohni sevgan insonga bundan ortiq baxt yo'q. Modomiki bir inson kelib, men tush ko'rdim, sizning ismingizni aytdilar. Siz salovat ko'paytar ekansiz, bo'ldi. Dunyoyingizni berib yuborasiz o'sha tush evaziga. Aslida tush pulga sotilish, hali pul ber degan ma'noda aytilmaydi, lekin shu gapni o'zi tamom. Ustozimiz bir qancha muddat yig'lab o'tirdilarda, endi men senga o'sha doim aytib yuradigan salovatimni aytay, yozib olgin dedi-da, haligi inson darrov kissasidan qog'ozini, qalamini chiqarib yozib oldi. Bu salovat quyidagicha edi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-mahbubil alil qadamil azimil jah. Mana shu bir qator jumla. Inshaalloh bu bo'lgan voqea, yana bir karra aytyapman, hech qanday to'qim emas va bu bo'lgan voqeani ko'rgan insonlar hozir ham hayot. Demak, azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni eslash, u zot qilgan ishlarni qilish u yoqda tursin. U zotni ismlarini eshitganda sallallohu alayhi va sallam deyishning o'zida juda katta hikmatlar, katta ajrlar va manfaatlar borligini biz hayotda ko'rdik, ko'ryapmiz yoki eshityapmiz. Shu uchun azizlar, salovatimizni bugun 10 ta aytayotgan bo'lsak, ko'paytiraylik sonini. 100 ta aytayotgan bo'lsak, yana ozgina ko'paytiraylik. Kamroq telefonga qaraylik, kamroq kino ko'raylik, kamroq gaplashaylik kerak bo'lsa, salovat sonini ko'paytiraylik. Ana shunda inshaalloh barakat bo'ladi.